Operatsiyani qildirdi. Men o'zim qo'rqdim gapni ochig'i. Operatsiya qilayotganda qo'rqdim. Oldin bu birinchi operatsiya bo'lishi emas, oldin operatsiya bo'lganman. Kesadimi, bunaqa deb qo'rqib bola qildim. Yo'q, operatsiya tirtiqsiz, bitta jo'mraligim yo'q. Haligidan kirib borib, bittaligi bilan lazer bilan, bittaligi bilan olib tashadi. Operatsiyadan 2 soatdan keyin yurgan odamman. Hamma medsestralar ayron. Haligi mana Xudoga shukr sopsam, men bugun chiqib ketyapman o'zim. Shu. Hech qayeringizni kesmadilar. Hech qanaqa joyim kesilgan yo'q, hech qanaqa qilingan yo'q, og'riq. Faqat muzladim, miya ishlab turdi faoliyatim. Hamma joyi joyida. Hech qanaqaligi og'riq sezmadim. 2 soatdan keyin badan o'ziga kelishni boshladi. O'zim shunday qildim. Qarang, operatsiyadan oldin qanaqa shikoyatlar bilan kelgansiz? Operatsiyadan oldin shu chap tarafim og'rirdi, qizib yurardi. Qisib turardi. Shunga og'riq bilan kelib, o'g'lar darhol haligilar siydik kelib, dam kelmas, shu og'riqlar bilan keldim. Mana Xudoga shukr, hozir 2 kun ichida. Hozir endi operatsiyadan keyin qanaqa o'zgarishlar o'zingizda his qilyapsiz, misol? O'zimni o'zgarishlar operatsiyadan keyin yaxshiman. Odam o'zini o'zi sezadiki, yaxshiman. Peshob kelishlaringiz yaxshi. Peshob kelishlari yaxshi, davlenlar zo'r. Oldin masalan qisqalik bo'lib qo'ydi o'zim. Zo'r kelishlariglari zo'r. Tavsiya beraman, mana Guliston shahriga kelinglar. Redmi больницasiga birinchi kelishimiz bor. Birinchidan shunchalik chiqarib yubordi. Zo'r. Bu yerda shunaqangi doktorlar borligini qayerdan bildingiz? Mendan. Bu yerda kelishdan oldin aka operatsiya, o'zimning aka ham shu operatsiya bo'ldi. Akam Tosh oldirganmi ular ham? U ham tosh oldirib ketgan. Bitta men qilib keyin bu yoqqa keldik og'aynim ikkovimiz. Zo'r. Samir akaga yoki doktorlarimizga qanaqadir minnatdorchilik bildirasiz? Конечно, bu biologik hammasi doktorlar boriga shukr shunchalik. O'zbekistonimiz rivojlanaversin. Rahmat, shunaqa vrachlar ko'payaversin O'zbekistonimizda. Zo'r. Siz hech narsa deysizmi?